maqtab ko'kka ko'tarsak ham unaqa darajada uchmas. Angola Black reklamasimi yo uni ustiga ishlatilgan propitkasimi yoki mana bu Binfix Grand Clay'mi, ayniqsa mana shu Binfix'da aytaylik, zo'rlab reklama qilishimiz mumkin, zo'rlab buni maqtashimiz mumkin, lekin amalda agar 1% ham sifatli bo'lmasa yokida tufta bo'lsa, qo'pol qilib aytaylik, tufta bo'lsa, buni ustalar olmaydi. Nimaga? Chunki mramor granit sohasida ko'pchilik ustalar, professional ustalar o'zini qiynaydigan narsa olishmaydi. Pulini ahamiyati yo'q, uni arzon yoki qimmatligi uni umuman ahamiyati yo'q. Ustalar o'zini qiynamasligi uchun mana shunaqangi sifatli mahsulot olishadi. Va aynan mana shu Binfix Grand Clay'imiz ham trendga chiqib ketishini sababi o'zini sifati zo'rligida. Alhamdulillah. Buni bir marta ishlatgan ustalarimiz, misol uchun bizda hech qanaqangi bonus yo'q, nimadir rag'bati yo'q. Ochig'ini aytish kerak. Sifati zo'rligini hisobiga biz reklamamiz u 1% effekt berishi mumkin xolos. Avvalo hammasi Allohning izni bilan, lekin Binfix Grand Clay'larning o'zini sifati zo'rligiga va bir marta ishlatgan ustalarimiz o'zi ham qayta xarid qilish taklifi bilan chiqishgani uchun ham mana shu Binfix Grand Clay'ni reklama qilamiz. Reklamamiz maqsadi nima? Mana shunday sifatli mahsulotlar borligini bilmagan odamlarga va bilmagan ustalarimizga mana shunaqa sifatli mahsulotlar borligini yetkazishdir. Alhamdulillah, yuzimiz yorug'. To'g'ri, kamchiliklar bo'lishi mumkin, lekin ular ishlash davomida xudo xolasa brend rivojlantirish maqsadida ham bular bartaraf etiladi. Chunki biz asosiy maqsadimiz ham shu ustalarga sifatli mahsulotlar va sifatli xizmatlar taqdim etish va aynan mana shunday Grand Clay'lar ham alhamdulillah sifatiga yarasha narxiga yarasha chiqyapti. Inshaalloh bundan-da xudo xolasa sifatini oshiramiz. Chunki talab va taklif shunga yarasha bo'lyapti va sotuv ham shunga yarasha. Ayniqsa qorasi ustalarda orasida juda ommalashgan. Besvet Grand Clay'larimiz ham zo'r chiqyapti, xudo xolasa. Qaymog'i travitinga juda ko'pchilik ishlatyapti. Bemalol oson ham bo'ladi. Agar kimdir dillerligini olaman desa, viloyatiga yoki shahriga bemalol aloqaga chiqinglar. Binfix brendining egalarini, nomerlarini yozib beraman. Videomizni tanishlarga yuborib qo'yinglar. Manfaatli bo'lsin. Video oxirida bir gapimga qo'shimcha qilib ketay. Agar faqatgina gapni o'zida bo'lganda bu Binfix Grand'ini maqtab ko'kka ko'tarsak ham unaqa darajada uchmas. Albatta bu hammasi Binfix Grand Clay'ni sifatidan dalolatdir. Siz ham agar Binfix Grand Clay'ni ishlatmagan bo'lsangiz, albatta ishlatib ko'ring. Sifatini albatta yozib oling.